Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun YouTube'dagi Miftahul Arabiyya kitobidan 5-bobga kelamiz darsliklarimizdan. Bugungi darslik Mudunul Ams val Yawm, ya'ni bugungi va kechagi shaharlar haqida bo'lar ekan. Umamun nahadat Singapura, ya'ni Singapur kabi o'sgan, rivojlangan millatlar, xalqlar haqida bo'ladi. في النصف الثاني من القرن العشرين حصلت تطورات مدهشة لمجموعة من الأمم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 20-asrning ikkinchi yarmida turli xil sohalarda, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy sohalarda ba'zi bir millatlar mudhish, ya'ni ajablanarli tarzda rivojlanishgan. أمم استطاعت أن تحقق تطورات كبيرة خلال زمن قصير. Ba'zi bir millatlar qisqa bir vaqt davomida katta rivojlanishlikni amalga oshirishgan. ومن هذه الدول, ushbu davlatlardan Singapur, Malayziya, Sin, Xitoy, Koreya al-Janubiyya, Janubiy Koreya va Brazil va Braziliya davlatlaridir. واليوم سنتحدث عن دولة من هذه الدول. دولة سنغافورة هي عبارة عن مجموعة من الجزر. Bugun ushbu davlatlardan biri haqida gaplashamiz. U Singapur davlati bo'lib, orollardan tashkil topgan. Taqa'u fi janubi sharqi Osiyo. U Osiyoning sharqiy janubiy qismida bor, joylashgan. تم الإعلان عن استقلالها عام 1965. Singapurning mustaqilligi 1965-yilda e'lon qilingan. Va tu'addu asghara dawlatin fi qarati Asiya ala al-itlaq. Va Osiyo qit'asidagi eng qisqa, eng kichkina davlat deb e'tibor qilinadi. Ala al-itlaq degani butunlay degan. Ya'ni Osiyoda bundan kichkina davlat yo'q. Va laqall min nahiyatil mawarid, va u yetmaganidek resurs, tabiiy manbalardan ham eng oziga egalik qiladi. وفي العام نفسه تولى لي كوان يو منصب أول رئيس وزراء للدولة المستقلة حديثا. وأنا شو yilning o'zida, ya'ni 1965-yilning o'zida hozirgi mustaqil bo'lgan davlatning prezident vazifasini Li Kuan Yu egallaydi. Bu haqida kitob bor. 3-chi dunyodan 1-chi dunyoga degan juda mashhur kitob bor. O'zbekcha tarjima qilingan. Liyajida nafsahu amama tahaddiyatin sa'batin. Va u inson prezident bo'lgandan keyin o'zini ulkan muammolar, qiyinchiliklar oldida topdi. Baladun laysa fihi taxtit, ya'ni rejasi bo'lmagan mamlakat. Va sha'bun g'ayru mutanajis, va xalqi bir xil millatli bo'lmagan, turli xil xalqlar. وهو خليط من الصينيين وهنود وملاويين. ya'ni Singapurda kimlar yashardi desa, xitoyliklar, hindlar va malaylar, ya'ni malayziyaliklar. Va idofatan ila zalika fasadun idariyun. Va shunga qo'shimcha tarzda korrupsiya ham rivojlangan edi. Fasadun idariyun degani korrupsiya, ta'magirlikdir. Va nisbatu faqrin murtafi'a lil g'oya. Va u yerdagi kambag'allik darajasi juda ham yuqori edi. Va masakinu mu'zamiha sayyi'un ya'ishu fihi al-fuqara. Va u yerdagi ko'plab binolar juda ham yomon edi va unda kambag'allar yashashar edi. Amma al-yawm faqad taghayyarat Singapuratu tamaman. Ammo bugunga kelib Singapur butunlay o'zgargan. Iz sarat fi qa'imati aghna duwalil alam. Ya'niki hozirgi kunda dunyo davlatlarining eng boy ro'yxatida turadi. Va min akthari duwalil alami imtilakan lil umlati as-sa'ba. Va yana Singapur davlati murakkab pul birligiga egalik qiluvchi kam sonli davlatlardan bittasidir. Ya'ni pul dollarga nisbatan o'ynayveradigan davlat emas. ومن أكثر دول العالم المستقرة سياسيا في قارة آسيا. و آسيا qit'asidagi siyosiy barqaror davlatlardan biridir. وتعد أيضا واحدة من أفضل دول العالم في التعليم. va yana ta'lim sohasida dunyoning eng afzallaridan biri sanaladi. إذ تستقطب وفودا وبعثات عالمية
للدراسة في مدارسها وجامعاتها. ya'ni uning ta'limda afzalligi shu darajadaki, uning universitet va maktablarida o'qishlik uchun xalqaro konferensiyalar, xalqaro delegatsiyalar tashrif buyurishadi. هذا التطور الذي شهدته سنغافورة لم يحدث بين ليلة وضحاها. Singapur boshidan o'tkazgan bu rivojlanish bir kecha kunduzda sodir bo'lib qolmagan. بل بدأ منذ استقلالها سنة 1965 ميلاديا حتى منتصف التسعينيات على الأقل. ya'ni u o'sha mustaqilligining birinchi kunidan boshlab 90-yillarning yarmigacha davom etdi. كما أن هذه النهضة كان لها عوامل عدة. ويانا ushbu ulg'ayishni, ushbu tirilishni bir necha sabablari bor. وهي birinchisi qoidun hakimun, ya'ni qoid degani qo'mondon, boshliq degani. Oqil prezident, at-ta'limul jayyid, yaxshi ta'lim, mukafahatul fasad bi kulli al-wasail, va barcha vositalar bilan korrupsiyaga qarshi kurashish, ya'ni 3 ta sabab tufayli mana 1965-yilda kambag'al bo'lgan davlat hozir dunyoning eng boylaridan, eng zo'rlaridan hisoblanadi. Pasporti ham birinchi o'rinda turadi. فقط كان لي كوان يو الأب الروحي لتجربة السنغافورية مهتما بتطوير التعليم في بلاده لدرجة كبيرة. در haqiqat Li Kuan Yu, ya'ni Singapurning prezidenti, dunyodagi katta darajada mamlakatni ta'limni rivojlantirishga e'tibor bergan ruhoniy otasi hisoblanar edi. في وقت الذي اهتم فيه بتوفير الموارد المالية من هلال القضاء على الفساد وجذب الاستثمارات من الخارج. وأنا شو وقتning o'zida moliyaviy resurslarni ta'minlashlikka ahamiyat qaratardi, korrupsiyani ustidan g'olib bo'lishlikda va yana tashqaridan, xorijdan investitsiya jalb qilishlikka ham katta ahamiyat qaratgan. في النهاية يمكن لأي دولة فقيرة أن تنهض وتتطور. Nihoyasi gapni shuki, har qanday kambag'al davlat rivojlanishi va o'sishligi mumkin. ويمكن لأي شعب أن يرتقي مهما كان غارقا في الجهل. Va har qanday millat qanchalik jaholatga botgan bo'lsa ham qutulishligi, yuksalishligi mumkin. وتظل معايير القيادة الحكيمة هي الأساس لبناء المستقبل القوي. va oqil boshqaruv me'yorlari davom etar ekan, u kuchli kelajakning qurishligiga asos bo'ladi. Bu Al Jazeera gazetasida chiqqan bir sarlavha edi.